aynan o'shalar jannat ahli bo'lib, u joyda mangu qolurlar. Bu ular qilib o'tgan amallarining mukofotidir. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Onasi uni qornida qiynalib ko'tarib yurgan va uni qiynalib tuqqandir. Unga homiladorlik va uni sutdan ajratish muddati 30 oydir. Bas qachonki u voyaga yetib 40 yoshga to'lganida, ey Rabbim, menga va ota-onamga in'om etgan ne'matingga shukr qilishga va o'zing rozi bo'ladigan solih amalni qilishga meni muvaffaq etgin va men uchun zurriyotimni isloh et. Albatta men gunohlarimdan tavba qildim va albatta men musulmonlardandirman deydi. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Aynan o'shalar shunday zotlardirki, biz ulardan qilgan go'zal amallarini qabul qilurmiz va jannat egalari qatorida ularning yomonliklaridan o'tib yuborurmiz. Bu ularga va'da qilib yurilgan haqqoniy va'dadir. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Yana shunday kimsa borki, ota-onasiga sizlar menga qayta tirilib qabrdan chiqarilishimni va'da qilyapsizmi? Holbuki mendan ilgari ham avlodlar o'tgan, ular tirilmadi-ku der. U ikkisi Allohdan madad tilagan hollarida o'g'illariga qarab halok bo'lgur, iymon keltirgin, Allohning va'dasi haqdir desalar, bu faqat avvalgilarning afsonalaridir der. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Ana o'shalar shunday kimsalardirki,
ularga o'zlaridan ilgari o'tgan insonlar va jinlardan iborat kofir ummatlar qatorida qilingan lafz azob haq bo'lgandir. Albatta ular ziyon ko'ruvchilardir. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Hamma uchun qilgan amallari sababli darajalar bordir. Alloh ularga qilgan amallari mukofoti va jazolarini mukammal berur va ularga nohaqlik qilinmas. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ. Kofir bo'lgan kimsalar do'zaxga duchor qilinadigan kunda ularga deyilur: sizlar o'z huzur halovatlaringizni dunyodagi hayotingizdayoq ketkazdingiz va ulardan foydalanib bo'ldingiz. Endi bugun u yerda nohaq kibr qilganingiz va fosiq bo'lganingiz sababli xorlik azobi bilan jazolanursiz. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Ey Muhammad, Od qabilasining birodarini Hudni eslang. O'shanda u o'zining qum tepalardagi qavmini sizlar Allohgagina ibodat qilingiz. Men haqiqatan sizlarga ulug' kun qiyomatning azobidan qo'rqaman deb ogohlantirgan edi. Vaholanki undan oldin va keyin ham ogohlantiruvchilar, payg'ambarlar o'tgandir. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ular sen bizlarni xudolarimizdan burish uchun keldingmi? U holda agar rostgo'y kishilardan bo'lsang, bizlarga va'da qilayotgan narsangni azobni keltirginchi dedilar. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. U aytdi: azob haqidagi bilim faqat Alloh huzuridadir. Men sizlarga o'zim elchi qilib yuborilgan dinni yetkazurman. Lekin men sizlarni johil qavm ekaningizni ko'rib turibman. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Bas qachonki ular
o'sha azobni o'z vodiylariga qarab kelayotgan bir qora bulut holida ko'rishgach, bu bizlarga yomg'ir keltiruvchi bulutdir dedilar. Yo'q, u o'zlaringiz qistagan narsa bo'rondirki, unda sizlarga atalgan alamli azob bordir. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. U Parvardigorining amri bilan barcha narsani vayron qilur. Bas u bo'ron kelib tong otganida faqat ularning qoldiq maskanlarigina ko'zga tashlanar edi. Biz jinoyatchi kishilarni mana shunday jazolaymiz. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Holbuki ey Makka ahli, biz ularni boylik va quvvatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qilgan edik va ularga quloq, ko'z va dillar ato qilgan edik. Lekin ular Allohning oyatlarini inkor etganlari uchun ularga quloq ko'zlari ham, dillari ham biror foyda bermadi va ularni o'zlari masxara qilib yurgan narsalari azob o'rab oldi. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ey Makka ahli, biz sizlarning atrofingizdagi qishloq va shaharlarni halok qildik. Biz ularga shoyat yaxshi yo'lga qaytsalar deb oyatlarni batafsil bayon qilgan edik. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Axir o'zlari Allohni qo'yib Allohga yaqin qiladigan xudolar deb tutgan, sig'inadigan narsalari ularga yordam bersalar bo'lmasmidi? Yo'q, ulardan g'oyib bo'lib qolishdi. Bu ularning uydirmalari va Alloh sha'niga to'qigan bo'xtonlaridir.